emas birdamlik. U belki boylik, ya xotirjamlik. Meyuslanma ajir mehnatda, bo'lmas etgan her ishim tanlik. Yiqilsan deri julaydi, ajir bilan hayot gullaydi. İşenç bilan baksan adiga, yıllar alğa öndeydi. Baxit her kimning ko'zida har xil. U bir odam yoki bir fursat. Baxit qanoatdir bilgin. U bir didor yoki bir talxa. Tez əsli keltirib uzaq müddət asraydigan Huaxun Xiaomoyan kecha kunduz teri asrash yuzchapligi sizni ko'znak aptitalda xas qo'yildigan filmimizni ko'rish taklif qildi. Alayda a'zo bo'lganlar sarxil mazmunlardan oldin bahramlanadi. Gapni ochiqlab qo'yay. Mashina mening kimni apirishni xohlasam shuni apirman. Xohlamasangiz tushib keting. Yo'qlar, qanchalik pul topsan gap qil. Rostli sizkensiz bu. Bu qitim qochanmaysiz. Menga Ben pulunu o'g'irladim degan ne o'ylagandim ba? men sizga ziyonkashlik qilmayman. Avval mashinaga chiqing. Bir yak berib tafsiliy paranglashaylik. Mashinaga chiqing ha. Men sizni yemayman. Keling o'tiring. Bugun ishni menga to'liq tushuntiring. Qani so'zlang. Başka sebebim yok. Şu turmuş qiyinchiligi. Bugun siz hamma ishni menga tafsiliy tushuntiring. Agar unda qilmaydi ekansiz, soqchixonaga ep bosam toza yaxshi bo'lmasmikan? Rost gapni qilsam, mening sizga ziyonkashlik qilgim yo'q. Hamma bu ishlarni hammasini men qasddan qilmadim. Opamdan kesil eg'ir. Dadam kichkimda yo'q. Opam ishkalar intan qiyinchilik ichida o'tdi. Men bu yerga kelib uy ijara olmadim. Qo'yimcha qo'yib ketdim. Şu amalsızlıktan pulunuzı o'g'irlab qoldim. Lekin shundoq bo'lgan taqdirdami? Biroq bu sizning o'g'irlik qilishingizga sabab bo'lamaydi-da. Siz buni tushunmaysiz. Şu ishdan keyin opamning kesili texim eg'irlashib qoldi. Onun üstü bizning turgan yerimiz mi yo'q? Bizning o'lar tirishimiz bilan hech kimdan kori yo'q. Men o'chaqda boshqalarning bizga suvoq muomalada bo'lsa, bizning boshqalarga oq ko'ngil qilishimizning hech qanday kerak yo'q deb o'yladim. Amniyat pulimizni o'g'irlab qo'yib, men pek pushaymon qildim. Lekin kaynimga hech qanday imkoniyat yo'q edi. Soqchilarning sizni izlashiga qaraganda, bu sizning tunji qitim o'g'irlik qilishingiz emas-ku deyman. Soqchilarning meni izlab kelishiga sabab bir diloni hal qilmoqchi. Chunki men naq maydondagi guvohchi. Siz nima ishga qochsiz? Meni og'irchilik qilgim yo'q. Chunki men shu chog'da mashinada vaqtimda doktorxonada menga telefon keldi. Opam xatar ichida tezga pul topshir deb. Shu amalsizlikdan tushib ketib qoldim. To'xtang ha. Turmushingiz haqiqatan qiyin ahvolda o'xshaydi. Shuni deb bo'lsa-mu, bu ishni bo'ldi qilib Biroq ikkinchi qitim bunday ishni qiluvchi bo'lmang. Har qanday bir ish o'g'irlik qilishga sabab bo'lamaydi. Hay, bo'lmasa biz soqchixonaga berib ahvolni tushuntirib qo'yaylik. Bilib olsak u bo'ldi. Lekin opamning kesili bek eg'ir. Men berib qaramasam bo'lmaydi.
Әмсә, мен еле сақчықанға телефон беріп, арамыздық işlarning hal bo'lganligini deb qo'yay. Shundaq bo'lsa, sizmi xotirjam yura olasiz. Bana telefondan biraz kaldırıp koysanız. Hatırlar çok kaçıp yani. Bu mening ism kartam. Hemen ben görüyorum ki, ben alayda görüpken de sizde ali derecelik maşinaydı ağalar bunu düşünmüyordu. Mendek? Men qandaq ekanman? Ha? Siz meni xato tushunib qoldingizmi qandaq? Bu dadamning sherkiti. Agar o'zimning ism kartasi bo'lib qolsa, taksi shoferi deb yoziladi. Işkıp siz köp rahmet. Ha, hech qisi yo'q, kichik ishlar. Tanishganimizning o'zi bir yaxshi ish. Keyin qandaqli qiyinchiligingiz bo'lsa, menga telefon qiling. Ay, qahvadan 2 stakan. Oy. Iran bir damağa vaxtıda bir öleceğim, uxlamay. Nemi yanını götürüp aldınız bularını? Hey, bana nasihat qilman demak. Ativorliq o'g'lingni nasihat qilaman. Oy, yan nem oldu? Ay bu işkinla buraya ke, sana vuruşkan. Ya çoğu emez ya küçük emez. Oy. Nima bo'ldi? Ha, ativorliq o'g'linglar aparatniki qizini mashinada tushirib, parat bilan bir obdan ishimiz aqyapti. İşni buzib emasmi? Ay, o balta küçük dursa. Ay boldu kılına. Hemen başka tur ben de idarenin tegi, öyünün tegi, karan açıkçılarımızdan hemimiz akırıp gittik dayına. Ma öyde çık karan. Ah baştan bir soslu bula ay. Chachqo aqirib ketdi. Bir sirtqi chiqib, satrashqani bir chachni bir bo'yab keldi desak, shuning vaqt bo'lmasa. Oy, to'xtan emsa, men öydil bu yoq qo'yay. Tünügün çık karan. Rafael'mişler bir çaş buyğunu ekeptike bek yaxşıken dep mana. Çaş boyaydigan soğunda edi. Ahil dağlık bir boyaqke bu. Çaşni kuvvetleydiken, hem çiğneydiken, hem boyaydiken, hem julalık qılıp bunun çıkaran faydası bek çıktıydı. Özünüz bir görüp bakın kene. Ha. Bo'ladi ekan juma. Bulandike. Bo'ladi ekan. Boyamdık. Bo'yaydi. Qanday bo'yaymiz? Oy, bunun çıkaran. Uxmaydı gençler, ben stopları işçide. Ay, kırsaklı işidin alıma hem de petçet boyuydu ben. Bulam da, ha, çırımda. Hada ötünüp qalay apamda bir amal qutquzib qalgan bolsanız, doktorga degan bolsanız, bir amal qilib baqqan bolsa. Hozir davolashlar taraqqiy qildi bu. Bu kamligimiz biz amal qilamiz. Qutquzimiz yo'q emas. Bu kasal bek uzoq suzilib ketibdi. Operatsiya qilishimiz qat'iy bo'lmaydi. Uning ustiga doktorxona bechi qazib ketibsizlar. O'zinglar qarab boqinglar. Ansirma, cho'qim amal tepildi. Men qaytib aramayman. Ama siz-chu? Degancha men qaray. Rahmat edi, agar siz bo'lmagan bo'lsangiz, men nima ish qilishimni bilaman, qolgan bo'ladi. Ko'p o'ylamang, uy qaytib aramayman. Va yaxshimisiz? Ha. Men To'rxonning oldirik yo'lda. Ha, shundoq. Ma'qul. Ha, ma'qul. Oxiranglik mashina. Ha, ma'qul. Xo'sh. Ha? Elina. Ko'rishmagili uzun bo'pti. Rafael, bu sizmi? Ajab tanimabdiman desa.
Voy nimandaq tor mashinasi haydab yurdingiz? Turmushni tushunay deb. Oho. Hamda Begzodining odatli kishilarning turmushini his qilib boqqis kepti-da. Yalnız sizlardek pulu bağla oynashni bildik ajmu. Yaqay. Ha, rost. Ajab yolg'iz chiqdingiz-ku. Erfancho. Hozir izlab mandim meni. Siz kechacha o'yin o'ynaga oqishmamsiz. Amal yo'q. Dadambek odamning ichini siqdi danga. Faqat o'ymanqim yo'q. Qachonli qarsa masli yuradigan Erpan texidimmi ko'rgim yo'q. U yana jiqchi bo'pti-da. Voy bilasiz-ku, uning aroq ichmaydigan kuni yo'q. O'g'o shu. Uni boshqarib qo'ying. Bo'lmasa keyin chatoq chiqimsan. O o'ynasa men o'ynayman. Ansirgidek ish yo'q. Telefon sayrab ketdi-ku. Hech qisi yo'q. Shu mashina chaqirdi qoldi. Keldik mana. Musha to'xtasangiz bu. Mushiyami? Ha. Ma'qul. Rahmat Timur apay. Hech qisi yo'q. Qilish tegishli kishim. Qaradaş, yan telefonumni olmadi. Tozim bir ya uchur qaytarmaydi, ya telefonumni olmaydi. Voy bu yadash dinlaydigan sen nima ish qilayotgandi u, ha? Voy nima ish qiladi adash? To'rt taksi mashinasi haydayotgandi shu. Voy chaqchaq qilmoqni adash yo'g'on bir guruhningki Begzodis turib ham sho'purlik qilib yuribdimi? Hey, dadamda anlashimcha, hali 30 gan plan toza olqishga erishmabdi. Onun üstüge dadışıkısının münasibetim taza yaxşı emasga. Ya iş pışqın chiqarish uchun haydatamdiki deb o'ylamjim men. Shahzodning poqiga aylanib qolgan adash bu. Yaxshi emasmi? Ner yaxshi ya telefonimni olmaydi, ya uchur qaytarmaydi. Seni o'z qartyapti-da adash, ya g'amima bo'ldi, ochiqlanma. Hey qara! Adash qara. Ay Irfonnikiga zan qipti bo'yojarsiga. Ay men qaytarmadak vaqti yo'qmikan buni? Tozim bir Bo'ldi, ochiqlanma. Ay ochiqni o'ldirdi meni. Bo'ldi. Bir qancha kundan buyon dadam meni sirtqa chiqib qo'ymayotdi. Sizlar har kuni o'ynab pul zerikmaydi ekansizlar. Anlamazsan dadamni bir şey çakamam yok. Sen var sen şu meyğiz qara iş tapsan. Kemal kelse ismini özgürtmem. Ve? Ya muşta yaxshi yakmin chaqas falan bo'lmam bo'lamay. Xarid deb o'ylab qolibsizlar qasinglar. Endi ko'rib qo'yasha, men uni ochilqimni. Doğru eskip şu bu. Dada, sening revmatizm kasalliging bor edi-ku. Mana ko'ray mana. Huahong Xiaohuigao. Sap to'g'ri. Og'riq to'xtatish unumi yuqori. Zaharni tozalab, tez ta'sir qiladi. Pay va ustixonni asrab, qayt qo'zg'alishni saqlaydi. Huahong Xiaohuigao. Xiaohuigao chapligi sizga boshqacha dada ato qiladi. Va yaxshimisiz? Yaxshimi Rafael? Siz Men Filora. Yaxshimisiz? Sizni telefon qiladi deb o'ylamabdi ekanman. Agar avval qilib qo'ygan bo'lsam, telefonni qo'yibdim. Yo'q, undoq emas. Siz yaxshi turgansiz? Yomon emas. Shu. Siz sizni avval qilmay degandim. Lekin opamning kesilib uzoq so'zilib ketdi. Men bilaman. Siz biror ish bo'lmasa, menga telefon qilmaydingiz. Qatsadda qiynalib qoldim. Oldin bitta menga bergan sim kartangizni saqlab kelgandim. Asli bu ish o'tib ketganligin siz bilan aloqa qilshay degandim. Lekin faqat amal bo'lmay sizga telefon qildim. Siz oldirmay tafsil eding. Zod nima ish bo'ldi? Men hozir doktorxonaning balans bo'limida.
Ata apamla operatsiya qilgan eng oxirgi muddat kuni. Lekin operatsiyaga behçaq bo'ldi. Doktor operatsiya atidan qazib bo'lmaydi deydi. Aslida sizni bu ishga faqat so'rab chiqmoqdi. Endi amal bo'lmadi. Bo'ldi, yig'lamang. Qanchalik kamladi? Men tushundim. Menga tafsiliy adresini deb bering. Men hozirla boray. Ismi kasalliklar doktorxonasi 2-bino, 3-qavat, 6-karat. Bo'ldi, bildim. Hozirla borman. Ma'qul, xo'sh. Nasma? Ha. Telefoningizni elibla udil kelishim. Sizni ko'p xabar qilgan bo'ldim. Opangizning ahvoli qandayroq? Siz yotdi. Oksigenga tayinli. Bu kartada 150 ming bor. Siz ishlatib turing. Doktorlar tezroq operatsiyaga o'rlashtirsin. Rahmat. Bu pulni men cho'qim bir amal qaytarib beraman. Pul muhim emas. Rostla muhim emas. Avval kasalni saqaytaylik. Opangiz cho'qim yaxshi bo'lib ketadi. Rahmat sizga. Arzimaydi. Sizmi jiddiylashmang. Kasalning saqayishiga vaqt ketadi. Bildim. Lekin apamning kasalligiga uzun so'zyapti. Ham Bag'ansiz eg'ilishib bordi. Shuncha deyishga borman. Men tushunaman. Biroq siz og'rib qolsangiz opangiz qanday qiladi? Bilim sizni bak avval qo'ydim. Ishonchga menga bering. Amaliyotda menmi aldirash emas. Hozir o'z oldimga to'rt zakas mashinasi haydayapman. O'zingiz yaxshi ko'rgan ishni qilib yaxshi qilibsiz. Lekin men o'ylayman, ko'pincha vaqtlaringiz uyga ajratsangiz bo'lmasa menda qo'rqaman yana. Mening bu uydagilarga ko'proq amro bo'lg'im bor. Biroq nima ish qilgan? Dadam meni ko'rsala ochiqlaydi. Dadangiz bilan bo'lganimdan siz yaxshi emasmi? Shundaqroq. To'g'ri. Siz menga qanday rahmat aytasiz? Siz Begzodga ishnim kam emas. Nima ish qilasan bular? Yig'in misal oyoqlashdi. Qaysi soni bo'ladi? Bergan vazifani vaqtida o'rinlanglar. To'xtating. Yaqindan buyon Rafaelda g'ayri ish harakat ko'rilmaganda. Lider yaqindan buyon Rafaelni uchirtib baqimni men nima ish qilganini o'qimaydiganman. Bundan keyin xizmatdan sirat Rafael Azdullah ko'z quloq bo'lib qo'ygan. Va turibniki qon tarimga kelgan. U nima ishlarni qilyapti-ki? Men u bolaning birroq cho'ng bo'lishini umid qilaman. Agar u bo'lmasa, mening qilgan ishim bakovlab ketmamda. Ma'qul, men ko'z quloq bo'lay.
ukamamsiz. Kechiring, ishdan tushdim. Bek muhim aldirash ishim bor, apirib qo'ying. Nega borsiz? Yo'limiz bir bo'lsa og'ash ketay. Bejing yo'liga boraman. Ha, bo'ldi, chiqing. Rahmat, rahmat. Voy, tog'a, kitob o'qishni yoqtirdi ekansizda. Undaq deb ketganimmi bo'lmaydi shu. Qiziqaman shu. Uning ustiga odatda ancha-muncha birni yozib qo'y. Yiziqchilik qilaman-da, yaxshi-ku. Amsa qandaq asarlarni yozsiz? Shu turmushni xotirlayman. Uning bu qolsa asl she'r yozib qo'yman. Ha. Siz dangliq shoir ekansizda. Yaqay. Nədikine? Ben bir adli karxanın işçisiyim. Chiqargan kitoblaringiz ko'pda. Kitap çıkarışını o'ylashgan. Mening munosabat doiram kam emas. Pulim jiq emas. Uning ustiga tuvanda uzun muddat ishlab ketdim. Bundaq sharoitda kitap chiqarish mumkin bo'lmaydi. Keldi ukam, misha shu. Mujama? Ha, bo'ldi. Rahmat ukam, misha. Rahmat, ha. Ey tog'a. Yozgan she'rlaringizni rostila bek yoqtirdim. Yoqtirgan bo'lsangiz sizda qolsin. Rostmi? Siz ko'ring, siz. Ha, rahmat. Tog'a, men cho'qim tafsiliy o'qib chiqaman. Ha, rost tog'a. Aloqalash nomeringizni qoldirib qo'ysangiz bo'lamdi? Bo'ldi. Mana o'zingiz kirgizib oling, ha. Ha, ma'qul. Amsa men telefonim bilan sayirtib o'tay, ya. Bo'ldi. Ha, bo'ldi. Rahmat tog'a. Ma'qul, rahmat amsa siz buni, ha. Ma'qul, xo'sh amsa. Ma'qul, xo'sh. Yağlar. Bir kızıq işlep buraya. Ben bu altımda otağandım. Bu vaxtda mən bir ağinem hem de bana 5'ini xat yazdım. Ha bu bir torda bir kızal tunuş qaptı o. Nima ovoz bu? Chiniqot qatdim, men qo'lantidan tushib ketdi. Bu nima ish? Boshni qismi xunluq amal qildingiz. Bu xatni ko'rayotganingizda balki men opam bilan bu shahardan ayrilgan bo'lamiz. Ma'qul. Men berib telefon qilaychi baba. Xo'sh. Aslını unutma usanma gökte Arganda konarın yerini oylap koy Hayatın keynidin mamatnu hem bar Ötmeydi o küllerin künde oynap dur Ağrınma putunga kirgende tiken Çünkü sen onunla özünde sigen Sayırmasız içen yığında bulbul